Assalomu alaykum. Men Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrasi o'qituvchisi Panjiyeva Muattarman. Bugun men sizlarga boshlang'ich ta'lim pedagogikasi, innovatsiyasi va integratsiyasi fanidan ta'lim jarayonida pedagogik innovatsion usullarni qo'llash mavzusi yuzasida 1 soatlik qisqa ma'ruza mashg'ulotini o'taman. Demak, ushbu ma'ruza mashg'ulotini olish uchun bizga 3 ta rejadan foydalanamiz. Birinchisi, innovatsiyaning asosiy turlari. Ikkinchi reja innovatsion faoliyat va uchinchi rejamiz innovatsiyaning joriy etishdagi muammolar. Avvalambor biz innovatsiya so'ziga ta'rif beraylik. Lug'aviy jihatdan innovatsiya so'zi inglizcha so'zdan olingan bo'lib, yangilik kiritish degan ma'noni anglatadi. Ya'ni innovatsiya muayyan tizimning ichki tizimida yangilik kiritishga qaratilgan faoliyat hisoblanadi. Innovatsion ta'lim, demak, innovatsiya aslida birinchi bor iqtisodda qo'llanilgan. Keyinchalik ta'limda islohot qilish va yangiliklarni jamoaga to'g'ri qabul qildira olish, yangi tizim joriy etish uchun ta'limda innovatsiya tushunchasi kirib kelgan va O'zbekistonda bu tushuncha 2000-yildan qo'llanila boshlagan. Ya'ni ta'lim oluvchida yangi g'oya, me'yor, qoidalarni yaratish, o'zga shaxslar tomonidan yaratilgan ilg'or g'oyalar va me'yoriy qoidalarni qabul qilish kabilar tushuniladi. Demak, innovatsiyalarning, ya'ni ta'limdagi innovatsiyaning asosiy turlari quyidagilar. Biz aytganimizdek, innovatsiya har xil turda bo'lishi mumkin. Ya'ni faoliyat yo'nalishiga qarab bular pedagogik jarayonda qo'llaniladigan innovatsiyalar. Ya'ni bu pedagogik jarayon degani bizning dars jarayonimizda, qaysidir tizimimizda, ya'ni metod almashtirishimiz mumkin, texnologik xaritamizga o'zgartirish kiritishimiz mumkin, dars soatlarida o'zgartirish kiritishimiz mumkin. Bu uning pedagogik faoliyati hisoblanadi. Ikkinchisi, ta'lim tizimining boshqaruv jarayonidagi innovatsiyalar. Bular nimalar? Ya'ni boshqaruv rahbariyatida, turli xil tizimlarda, masalan, o'sha turli xil vakolatlar berilishi, dars soatlarining ko'payishi, rahbar tizimida o'zgarishlar kiritilishi bu ta'lim tizimidagi boshqaruvdagi innovatsiya hisoblanadi. Ikkinchisi, kiritilgan o'zgarishlarning tavsifiga ko'ra innovatsiyalar, radikal innovatsiyalar, kombinatsiyalashgan innovatsiyalar, modifikatsiyalashgan innovatsiyalarga bo'linadi. Keyingisi, o'zgarishlarning ko'lamiga, ya'ni hajmiga qarab tarmoqli, lokal. Ikkinchisi, modul innovatsiyalar va uchinchisi, tizimli innovatsiyalarga bo'linadi. Va kelib chiqish manbaiga ko'ra, ya'ni bu ushbu yangilik qayerda? Agar sizning jamoaning o'zida bo'lsa, bu jamoa tomonidan bevosita yaratilganga yoki kimdir tomonidan jamoaga tavsiya qilingan bo'lsa, o'zlashtirilgan innovatsiyalarga bo'linadi. Ta'limdagi innovatsiyalar, xo'sh, o'zi nima u? Ularni qanday bilamiz? Innovatsiya, biz aytib o'tdikki, yangilik kiritish dedik. Demak, o'sha innovatsiya tizim va faoliyat yo'nalishini o'zgartirishga qaratilgan aniq maqsadlar bo'ladi. Noan'anaviy yondashuvlar bo'ladi. Odatiy bo'lmagan turli xil tashabbuslar bo'ladi va ilg'or ish uslublari bu innovatsiyalarga kiritiladi. Biz innovatsiya haqida gapirganimizda yana bir tushunchaga alohida ahamiyat berishimiz kerak. Chunki bizning ta'limimizda innovatsiya tushunchasi va novatsiya tushunchasi bor. Ikkita tushunchaning bir-biridan tubdan farqlanishi bor. Ya'ni bu yerda agar faoliyat qisqa muddatli, yaxlit tizim xususiyatiga ega bo'lsa, bu yangilanish, ya'ni novatsiya deyiladi. Ya'ni kichkina bir qismida o'zgartirish. Ya'ni dars jarayoningizda ma'lum bir metod qo'shishingiz, bu kichik bir o'zgarishlar, ya'ni ma'lum bir elementar o'zgarishlar bu yangilanishga kiritilsa, ikkinchisi tubdan o'sha jarayonni isloh qilishga qaratilgan yangiliklar bu innovatsiya hisoblanadi. Demak, innovatsiya va novatsiyani quyidagicha farqlashimiz mumkin. Ya'ni novatsiya amaldagi nazariy doirasida qo'llanilishi, ko'lam va vaqt bo'yicha chegaralanishi. Chunki novatsiya ma'lum bir muddatda qo'llaniladi. Innovatsiya esa vaqt talab qilmaydi. U uzoq vaqtli, muddatli hisoblanadi.
Bundan tashqari innovatsiyani yana bir farqi yangi texnologiyalar yaratiladi. Ya'ni u butun bir jabhaga joriy etiladi. Ya'ni u tizim orqali birdaniga butun bir pedagogik jarayon yangilanishi va o'zgartirilishi mumkin va faoliyatda yangi sifat natijalariga erishilishi bu innovatsiya hisoblanadi. Demak, biz biror bir yangilikni shunchaki kiritsak, birinchi biz innovatsiya qilamiz va u ma'lum bir bosqichdan o'tib islohotga aylansa, bu innovatsiya hisoblanadi. Undan tashqari ko'pgina olimlarning fikriga to'xtalib o'tadigan bo'lsa, innovatsiya haqida turli xil fikrlar yuritiladi. Masalan, Podlasining fikriga ko'ra, ta'limda innovatsiyalar quyidagicha bo'lishi mumkin. Ya'ni u nimalarni o'zgartiradi? Pedagogik tizimning tamomila o'zgartirishi mumkin. Mana hozirgi kunda biz innovatsion jarayondamiz. Ya'ni ta'limimizda turli xil fan kitoblarining o'zgartirishlari, milliy o'quv dasturining kirib kelishi, demak biz hali islohotda emas, innovatsiyadamiz. Ya'ni ma'lum bir muddatni bosib o'tyapmiz. Undan tashqari pedagogik nazariyaning o'zgarishi, o'qituvchi faoliyatining tubdan o'zgarishi, masalan, hozir o'sha o'qituvchiga qo'yilgan ma'lum bir talablarning bo'lishi, bu o'sha o'qituvchi faoliyatidagi innovatsiya hisoblanadi. Ta'lim mazmunining yangilanishi, o'qitish shakli, metod, usullarining o'zgartirilishi, ta'lim tizimidagi boshqaruv, ya'ni rahbariyat tizimining o'zgarishi, ta'limdagi maqsad va natijalarning o'zgarishi bu innovatsiyalarga misol bo'ladi. Endi biz innovatsiyani bildik va novatsiyani bildik. O'sha jarayonda innovatsion faoliyatni ham bilishimiz kerak. Innovatsion faoliyat nima degani? Yangi ijtimoiy talablarning an'anaviy me'yorlarga mos kelmasligi yoki yangi shakllanayotgan g'oyalarning mavjud g'oyalarni inkor etish natijasida vujudga keladigan majmualiy muammolarni yechishga qaratilgan faoliyat hisoblanadi. Ya'ni innovatsion faoliyat umuman butun bir islohotni yangitdan tubdan isloh qilishga, yangi texnologiyalarni rivojlantirish va takomillashtirishga kirishsak bo'ladi. Umuman olganda pedagogik innovatsiyalar yo'nalishlari mavjud. Ya'ni pedagogik innovatsiyalar o'z o'rnida 4 ta ta'limotni o'z ichiga oladi. Ya'ni bular: birinchisi neologiya, ikkinchisi aksiologiya, uchinchisi praksiologiya va oxirgisi akmiologiya kabi turlarga bo'linadi. Bularni birma-bir izohlaydigan bo'lsak, pedagogik neologiya o'z ma'nosidan ma'lumki, neologiya so'zi yangi, logos esa ta'limot degan ma'noni anglatadi. Ya'ni yangi ta'limot. Bunda pedagogik sohadagi har qanday yangiliklarni o'rganuvchi qismi bu pedagogik neologiya hisoblanadi. Pedagogik aksiologiya nima degan? O'z navbatida bilamizki, yunonchada aksioma so'zi isbotlanmaydigan ta'limot degan ma'noni anglatadi. Pedagogik yangiliklarning ichida eng ishonchlisi va eng samaralisi, natijasi aniq bo'lgan qismni o'z ichiga oluvchi qismi bu pedagogik aksiologiyaga misol bo'ladi. Praksologiya, pedagogik praksologiya. Ya'ni bu so'zni so'zma-so'z tarjima qiladigan bo'lsak, ya'ni harakat, ta'limot degan ma'noni anglatadi. Ya'ni bunda tanlab olingan pedagogik yangiliklarni amaliyotda qo'llash, ya'ni tajriba sinovdan o'tkazish, muayyan samaraga erishish kabi masalalarni tushunishimiz mumkin bo'ladi. Va oxirgisi pedagogik akmiologiya. Yunoncha oliy nuqta, o'tkir, gullagan, yutuq degan ma'nolarni bildiradi va bu eng yaxshi davr degan tushunchani bildiradi. Undan tashqari pedagogik innovatsiyalarning o'zgarishi qonuniyatlari mavjud va bu qonuniyatlar 4 ga bo'linadi. Birinchisi, pedagogik innovatsion muhitning keskin beqarorligi. Ikkinchisi, o'sha pedagogik innovatsiyalarning amalga oshirish. Uchinchisi, innovatsiyalarni qoliplashtirish va oxirgisi pedagogik innovatsiyalarning davriy takrorlanishi va qaytarilishi deb nomlanadi. Demak, innovatsiyalar loyihaga berilgan paytda albatta muammo o'rganiladi. Ya'ni pedagogikada nima muammo, ta'lim tizimida qanday yangilik kerak? Buning uchun quyidagi bosqichlar amalga oshiriladi. Ya'ni pedagogik jarayon tatbiq etish uchun 4 ta bosqichni kesib o'tamiz. Muammoni tahlil asosida aniqlash. Ikkinchisi, mo'ljallanayotgan ta'lim tizimini loyihalash. Uchinchisi, o'zgarishlarni amalga oshirish, o'zgarishlar va yangiliklarni rejalashtirish.
Ya'ni biz birinchi navbatda muammoni qo'yamiz va uni qaysi tizimga loyiha qilishimizni aniqlaymiz, yangiliklarni rejalashtiramiz va uni amaliyotga joriy etamiz. Pedagogik innovatsion yondashuvni qaror toptirish bosqichlari to'rga bo'linadi. Birinchi, tayyor metodik tavsiyanomalardan foydalanadi. Ya'ni biz biror bir pedagogik jarayonimizga o'zgartirish, yangilik kiritmoqchi bo'lsak, avvalambor uni turli xil tavsiyanomalar, ya'ni metodik tavsiyalar orqali amalga oshirishimiz mumkin. Ikkinchisi, mavjud tizimga yangi g'oyalarni, yangi metodlarni kiritishimiz mumkin. Uchinchisi, yangi g'oyani amalga oshirish uchun shakl va metodlarni endi tizimlashtiramiz. Ya'ni qaysi yo'lda amalga oshirishimiz kerak, qanday rejalar qilishimiz kerak va qaysi jarayonda amalga oshirishimizni hisoblab chiqamiz. Va oxirgisi, pedagogik o'qitish va tarbiyalashga oid o'qitish konsepsiyalarini va metodikasini yaratish hisoblanadi. Xuddi biz ta'lim tizimimizda kundalik qonun joriy etilishi, milliy o'quv dasturini joriy etilishi va yangi kitoblarning joriy etilishi ham xuddi innovatsiya kabi jarayonda turganini guvoh bo'lishimiz mumkin. Innovatsiyalarni joriy etishda qanday muammolarga duch kelyapmiz? Muammolar quyidagicha. Ya'ni bugungi kunda bizda innovatsiyalar, ya'ni yangiliklar ko'p, lekin nima uchun ta'limimizda islohot bo'lishi qiyinlashyapti? Buning sabablari quyidagicha. Birinchisi, ijodkorlik to'sig'i. Ya'ni eski dasturlardan bo'yicha ishlashga odatlanish. O'qituvchilarning hech narsani o'zgartirishni, ya'ni o'rganishni xohlamaslik, eski qolipda qolib ketishlik bu ijodkorlik to'sig'i hisoblanadi. Ikkinchisi, konformizm, ya'ni bunda rivojlanishni istamaslik, ya'ni xohish yo'qligi, boshqalarning ko'ziga ko'ra o'sha narsani ko'rona, ya'ni chin dildan astoydil ishlamaslik, qarorlar qabul qilishda turli xil to'siqlarga duch kelishlik hisoblanadi. Ikkinchisi, shaxsiy tavsiyalar, ya'ni ishonchsizlik, qobiliyatlarning kuchli tomonlar, o'zini past baholash, ya'ni har qanday o'zgarishlar to'laqonli foydalana ololmaslik, yangiliklarni to'g'ri qabul qila olmaslik hisoblanadi. Va oxirgisi, fikrlarning qattiqligi, ya'ni o'sha eski tuzumda qolib ketishlik, bitta qolipdan chiqa olmaslik. Eski maktab o'qituvchilari o'zlarining fikrlarini yagona, yakuniy va bundan boshqasi kerak emas deb hisoblay bilishlari. Ular yangi bilim va ko'nikmalar egallashga intilmaydilar va zamonaviy ta'lim muassasalaridagi yangi tendensiyalarni salbiy tushunishadi va mana shu narsalar bizdagi innovatsiyalarga, turli xil to'sqinliklarga sabab bo'lyapti.